Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. O'zbekiston qonunchiligida sodir bo'lgan yangiliklarni bahobar qilishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 20-noyabrdagi Yoshlar daftari jamg'armalari orqali ijtimoiy yordam ko'rsatish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 222-sonli farmoni imzolandi. Mazkur farmonga asosan 2026-yil 1-fevraldan boshlab ijtimoiy reyestrga kiritilgan oilalarning farzandlariga safarbarlik chaqiruv rezervidagi harbiy xizmatni o'tash bo'yicha xarajatlar bepul qoplab beriladi va shu maqsad bilan subsidiya ajratish tartibi bekor qilinadi. Bunda harbiy xizmatni o'tash bo'yicha xarajatlar Mudofaa vazirligining safarbarlik chaqiruv rezervi jamg'armasi maxsus hisob varag'idan o'tkazib beriladi hamda harbiy xizmatdan qaytgan yoshlarning bandligini ta'minlash choralari ko'riladi. Yurtdoshlar, agar o'zingizni qiziqtirgan boshqa huquqiy masalalar bo'yicha ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizning advice.uz huquqiy axborot portalidan bemalol foydalanishingizni eslatib o'tamiz.